chiziqli grafik bo'yicha gaplashamiz. Diqqat etamiz, grafik chizishning oson yo'lini ko'rsataman. Xo'p, y teng 2x minus 3 grafiki berilgan. Bu yerda x ga qiymat beramiz, faqat ikkita qiymat yetarli. Xo'p, x ga 0 ni bersak, tak 0 ni qo'ysak minus 3 bo'ladi. X ga yana bitta son berishimiz kerak. 2 ni qo'ysak 4 1 bo'ladi. Xo'p, ikkita nuqta belgilab olamiz. 0 da minus 3 ga teng, hop 2 da 1 ga teng. Va ikkita nuqtani birlashtiramiz va birinchi grafikimiz tayyor. Hop, diqqat etamiz, ikkinchi grafikimiz y teng 2 taqsim 3x minus 1. Bu yerda ham x ga qiymat beramiz. Birinchi, ya'ni 3 ga bo'linadigan son 3 ni beramiz, ya'ni 3larimiz qisqarib ketib 1 chiqadi. Ikkinchi 6 ni beramiz, 6 bilan 3 qisqarib 4 3 chiqadi. Va nuqtalarni belgilaymiz. Xo'p, 3 ga 1 degan nuqta, keyingisi esa 6 ga 3 degan nuqta, 6 ga 3 degan nuqta. Va shu ikkita nuqtani birlashtiramiz. Grafikimiz tayyor. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, Instagramimizga obuna bo'ling va mavzu bo'yicha Telegram kanalimizga o'tib, misollarni ishlasangiz bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.